Shu bir xil bolalar chiqdi, soqol qo'yib olib, uzun ko'ynakni kiyib, salom bermaydi birovga, og'zida chaqit chaynaydi, takabburligi bor. Har bitta gapida islom, islom deydi, o'zida islomning xulqi yo'q. Ba'zi bir hijobli ayollar ham hijobga kirgan bilan erkaklar bilan bidir gapirib ketaveradi. Gap o'rgatadi, aql o'rgat. Bunaqa emasdi. Hayo bo'lsin, ibo bo'lsin, erkakning ishiga aralashma. Mana shu rohibalarni chet mamlakatda rohibalar bo'ladi. Mana shunday. Birov qulog'ini tagiga bir ursa ham rahmat, qo'ling og'rimadimi deydi. Qo'ling og'rimadimi meni urib deydi. Suvda axlat ubuni qo'yavering. Daraxtni bargi tushsa olib qo'yadi aliklar. Ko'chada bitta cho'p bo'lsa olib qo'yadi. Pista chaqib ketyapti bittasi hijobda, pista chaqibdi va yergalarga tupurib. Dinda madaniyat kerak, odob kerak, xulq kerak, andisha kerak. Yana nimaga bundoqmiz deyiladi. Odobimiz yo'q. Madaniyat saviyamiz juda past. Mana tun chet mamlakatga hozir borsangiz, musulmonlar desa boshqacha qaraydigan. Bo'lmasam eng odob, eng xulqning go'zalligi, eng madaniyat bizning dinimizda. Nimaga bunday bo'lyapti? O'sha xulqqa e'tibor bermasdan kiyimga kuch berilyapti-da, ko'rinishga. Ko'rinish bo'lgan bilan dilam toza, iymon, e'tiqod bo'lish kerak-ku. Hali Alloh aytgandek islomdaman deyishyapti, bo'ysunishganu iymonlari yo'q bularni. Iymon bo'lish kerak. Al hayo minal iymon.